Yildan-yilga o'ziga xos tabiati, purviqor tog'lari bilan sayyohlar e'tiborini o'ziga jalb qilib kelayotgan Qashqadaryo viloyatida turizm qishloqlari soni tobora ortib bormoqda. Muxbirimiz Shavkat Aminov manzildan xabar qiladi. Ta'kidlash kerakki, Qashqadaryo viloyati turizm salohiyati va imkoniyatlari yildan-yilga o'sib borayotgan voha sifatida tobora ko'zga tashlanmoqda va bu boradagi ishlar yangi ko'rinishda davom etmoqda. Taxtaqoracha dovoni orqali viloyatga kirib kelayotgan har qanday kishi borki, bir to'xtab undagi go'zallikdan bahra olgisi keladi. Joiz bo'lsa, ilk go'zallik taassurotlari shu yerdan boshlanadi. Pastga inib kelinarkan birinchi uchraydigan qishloq Qaynar qishlog'i. Bugun nafaqat qishloq ahli uchun, balki viloyat uchun ham unutilmas kun. Qishloqqa turizm qishlog'i maqomi berildi. Mazkur qishloq turizm qishlog'i maqomini olgandan keyin uning imkoniyatlari yana ham kengayadi. Eng avvalo respublika va xorijda targ'ibot ishlari amalga oshiriladi va bu hududga tashrif buyuruvchilar soni 3-4 baravarga oshishi rejalashtirilgan. Hamda mazkur qishloqda turizm qishlog'i maqomini berishi kelajakda qishloqda birinchilardan bo'lib 20 ta yoshlari turizm sohasida oliy ta'limga grant asosida o'qishga kirish imkoniyatini beradi. Rohat buloq, Gala buloq, Sovuq buloq kabi yuzlab buloqlarga boy tog' bag'ridagi so'lim tabiatli ushbu qishloqda o'nlab bolalar oromgohlari, dam olish maskanlari va sihatgohlar joylashgan. Avvalambor ular mehmonlar ko'proq qishloq xo'jaligi mahsulotlariga qiziqishadi va o'zlari o'sha mevalarni uzib ko'rish ular uchun juda ham bir katta qiziqishda. Ular sigir sog'ishga qiziqishyapti va biz bunga katta imkoniyatlar yaratib beryapmiz. Tantanali tadbir doirasida hududning salohiyatini ko'rsatuvchi ichki turizm ko'rgazmasi tashkil etilib, unda qishloqqa xos milliy taomlar, hunarmandchilik mahsulotlari namoyish etildi. Shundan so'ng turizm qishlog'i maqomini beruvchi sertifikat tantanali topshirildi. Viloyatimiz bo'yicha rejada biz 3 ta turizm qishlog'ini ochib rejalashtirganmiz, lekin imkoniyatlarimiz kengligini hisobga olgan holda biz rejani 4 taga qo'ydik. Aynan bugun tog'li hududlarda uy mehmonxonalarini, o'sha kempinglarni, o'toqlarni tashkil etilishi bu olis qishloq hududi aholisining doimiy ish manbaiga hamda ularning daromad topish imkoniyatlariga xizmat qilib beradi. Tadbirlar tumanning Bashir qishlog'ida davom etdi. Mazkur qishloqda ziyorat turizmini yanada rivojlantirish uchun katta imkoniyat mavjud bo'lib, hududda joylashgan Hazrati Bashir ota ziyoratgohi yil davomida mahalliy va xorijiy sayyohlar bilan gavjum. Bugungi kunda qishloqda 30 dan ortiq oilaviy mehmon uylari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Bu kabi loyihalar albatta hududga tashrif buyuruvchi sayyohlar sonining va ularga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatining oshishiga xizmat qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yilda viloyatga 2 million 100 ming nafar mahalliy, 570 ming nafar xorijiy sayyohlar tashrif buyurgan bo'lsa, joriy yilda bu ko'rsatkichni 1,5 barobarga oshirish, turizm sohasida sayyohlar oqimidan kelib tushadigan eksport hajmini $200 million ga yetkazish mo'ljallanmoqda.